Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Soyiba. Bugun sizlarga o'zaro hadiya berishaylik degan kitobni o'qib beraman. O'zaro hadiya berishaylik. Hozir Zeynep va Tariq aka-singillar bilan tanishib chiqamiz. Zeynep tayyorlik sinfda, Tariq birinchi sinfda o'qiydi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni bek yaxshi ko'radi. Ularning uyida bir hadis qutisi bor bo'lib, ota-onasi varaqchilarga hadis yozib, u qutiga selib qo'ydi. Hadis deganimiz payg'ambarimizning go'zal so'z harakatlaridir. Zeynep bilan Tariq har haftada bir hadis o'rgandi. Ular qutidan hadis ilishdan burun sallallohu alayhi vasallam deb uningga duo qilib, ondan oldi. Hadisning ma'nosini cho'nglardan so'rab, amaliylikka tatbiqot qilishga tirishadi. Bu orqali xuddi payg'ambarimizdek Alloh yaxshi ko'radigan kishilardan bo'lishni orzu qildi. Zeynep bilan Tariq bir haftaning o'tishi toqatsizlik bilan kutatdi. Ular bugun nashta qilib bo'libla udul mehmonxona uyga kirdi. Ular mehmonxonada nima ko'rdi, bilamsizlar? Hadis qutisi o'z o'rnida yo'q turadi. Zeynep jiddiylashgan holda, hadis qutimiz qayerdadir? deb so'radi. Tariq hadis qutisining o'rniga o'q ishoratini qo'yilganligini bayqadi. Darhol berib ustidagi xatni o'qidi. Hadis qutisi bu tarafda. Aka-singilliklar qiziqish bilan o'q ishoratidagini yo'l bo'ylab mengishga boshladi. Tariq hayajonlangan holda, Zeynep, bilamsiz, bu yerda ota-onamizning o'tmishdan qolgan xotira buyumlari bor, dedi. Zeynep ko'ngli yarim holda, hadis qutimizni ko'na narsa keraklarning orasiga tashlayotganmidi, dedi. Nadim undaq ish bo'lsin. Meningcha, u ishning tagida biz o'ylab boqmagan bir xo'shallik bor, dedi Tariq. Tariqning bu so'zi bilan Zeynepning ko'ngli orimiga tushdi. O'q ishoratliki bolaganki yo'lga bir sanduqning yoniga oxirlashdi. Sanduqning ichida ko'na narsa kerak va o'yinchoqlar bor edi. Ikkilan ba'zi o'yinchoqlarni qo'liga ilib ko'rib baqdi. Zeynep bir qo'rqoqchaqni ko'rsatib, "Voy, men bu qo'rqoqni ilgari ko'rgan edim. Anam kichik vaqtida tushgan bir parcha rasmda mushu qo'rqoqni quchoqlab turibdikan", dedi. Tariq bir tal o'yinchoq mashinani qo'liga ilib, "Menmu bu mashinani taniyman. Dadam menga kichik vaqtida buni bek yaxshi ko'rib o'ynaydiganligini aytib bergan edi", dedi. Tariq sanduqni ag'darib, "Voh, hadis qutisi bu yerda ekan", deb to'ladi. Bu sanduqdan qutini chiqarib qo'lchiga oldi. Hadis qutisining ustida plastir bilan chaplangan bir parcha qog'oz turadi. Bu hadis yozilgan varaqchadan biri edi. Uningda o'zaro hadiya berishib turinglar. Oranglardagi mehr muhabbat kuchaydi, deb yozilgan.
yazılgan idi. Zeynep. Qaraganda bizi biri bizden ornumuzda bu hep delik hedesini ilip koyuptu da dedi. Ondaqda bu kimdi? Deb so'radi Tarık. Dal shu chog'da, dal shu chog'da ular taraq turuq qilgan bir ovozni angladi. Ovoz bar barg'anisni ularga yaqinlab kelayotibdi. Ular darhol sandiqning orqasiga mo'kib oldi. Avval ikki kishining soyasi ko'rindi. Tarık bilan Zeynepning yuragi dupildab so'qotadi. Ular zodi kimdi? Kelganning ularning onasi bilan dadasi edi. Ular sandiqni yoniga kelib, "Hediyemizni yoqtirdinglarmi?" deb so'radi. Balalar ko'rishgan holda sandiqning orqasidan chiqib, "Bek yoqtirdik" dedi. Undaqda bu hediyeni berishinglarning sababi nima? Deb so'radi balalar. Onasi. Balalik chaqlarimizda o'ynagan o'yinchoqlarimiz sizlarga hadiya qilayli dedik. Chunki payg'ambarimiz o'zaro hadiya berishib turinglar. Aranglardagi mehr-muhabbat kuchaydi degan dedi. Arqadan dadasi. Bu güzel hadisini sizlarga tushuntirish uchun hadiya berishni planladik. Bu haftalik hadisni qutidan ilishning o'rniga mushu usulni qo'llandik, dedi. Ikkalan xushalliqdan. Jinim ana, jinim dada, sizlarni bek yaxshi ko'ramiz, deganicha ularni quchoqladi. Boloxonada xushalliqdan qaqaqlab kulgan ovoz yuqori ko'tarildi. Momisi bilan bobasi ustidagi kelayotgan ovozni anglab, bolaga nima ish bo'lyotidi shunchalik bilgusi keldi va "Hey, u yerda nima ish qilyapsizlar?" deb so'radi Tarık. "Shh, nima bo'lganini hargiz demanglar. Balki biz ularga kutilmagan bir hadiya tayyorlab qolarmiz", dedi. Tarık bilan Zeynep pechi pechilib bir ish qilishni planladi. Onasi bilan dadasi ching turaverishga qaramay, hadiyaning nima ekanligini deb bermadi. Ammo Zeynep, "Sizlarmu bobom va bobom bilan birga ko'ringlar", deb javob berdi. Melike xonim bilan Muhammad efendi kulimsiragan holda, "Bo'pti, saqlayli", dedi. Ertesi Zeynep bilan Tarık hediye kerakli narsalarni boloxonaga to'shidi. Helimu yaxshi bu ishlarni hech kim ko'rmasda qilib oldi. Ondan ular ko'pincha vaqtni boloxonaga hadiya tayyorlash bilan o'tkazdi. Melika xonim ansiragan holda pat-pat, "Bolalarim, sizlarga biror ish bo'lmagandu?" deb so'rab qo'yadi. Ikkalan onasining ansirashlarini "Hech bo'lmadi, ana", deb qisqa javob bilan pisiq turadi.
Örgünü ətigəndə anası Zeynəb bilən Tarıqni oyğutuş üçün onların hücrəsine girdi. Heyran kalarlığı her ikisi karvatta yok idi. Onun üstüge Muhammed Efendi mu hiç yerde görünmeydi. Melike Hanım. Bunlar tan səhərdə ne kim bu ketkendu? Dep oyladı. Annesi, babası ve maması her tarafta çağrışa başladı. Tarık, Zeynep, Muhammed Efendi. Lakin hiç kimden cevap gelmedi. Annesi taza ensirep turganda Zeynep bilen Tarık yoşun algan yerden çıktı. Ve maması bilen babasının kollarını tutup ularını mehmanxana öyge başlatmaktı. Ular. Ey kapsızlar, biz sizlerdeki tez mangalmayımız, sel ostrak, dep külüms, külüşe, külüştü, külüşüşken nervizinin arkasından minişti. Mehmanxana öyünün aldığa kelgende ikeylen, közünlerini nekem yonullar, herkes açmanlar, dedi. Hemmeyle birlikte Hemmeyle birlikte mehmanxanaga girip üstel aldı da toxtadı. Zeynep. Endi gözünlerini açsanlar boludu, dedi. Maması bilen babası deslep kayarga kayarga karışını bilemedi. Keyin üstel üstede çıraylık bize bizelgen defterini gördü. Defterge defterge sizlerge en kıymetlik söygümüzni hediye kılımız dep yazılgan idi. Maması bilen babası nihayeti tesirlenip bu nime degen güzel hediye he dedi. Babası defterini kulağa ilip safhada oturdu. Hemmeyle kızıkından onun etrafına ol, oluşup oturdu. Babası defterini açtı. De şu çağda defterinin astında bir albüm ikenligini bildi. Albümün her bir albümün her bir bitide Zeynep Tarık ular bille düşüşken suretleri var idi. Yanetihi güzel şekil kurulgan gül ve yapırmaklar bilen bizelgen idi. Hemmeyle bile birlikte albüm albümni görüşke başladı. İkelen dadısına karab. Hediyeni teyarlaşımızga yardım kılgan dadımızga rahmet, dedi. Mumisi bilen babası gözlerini hoşallıktan yaşka tolgan idi. Babası, bolalarım, bu hediye arkalık bizge bolgan çonkur muhabbetinlerini ifadelepsiler, dedi. Mumisi ularga. Allah sizlerge mehir muhabbetge tolga hayat ata kılsın dep dua kıldı. Aile, ailedeki hemmeyle özara kucaklaştı ular.
Özara hediye berişip turumlar. Aranlardaki mihir muhabbet küçeydu degan hadisni ma'nosini Emily bilan o'rgandi. Xo'sh,